Amerika tarixida eng sovuq va qalin qor kunlarini yashamoqda. Bugün 26 yanvar oyi 2026 milodiy yili Amerikaning 40 ga yaqin eyalatida qalin qor va to'fonlar va jiddiy sovuqlar yuz berishi kutiladi. Va davlat rasmiylari ham eyalat davlat rasmiylari va baladiya boshliqlari istiroli holatlar e'lon qilishga chiqishdilar va xalqni e'tiborli va tadbirli bo'lishlarini e'lon qildilar. Ayniqsa Amerikaning butun 40 eyalatida bugundan boshlab qattiq va yog'murlar, qor va sovuqlar bo'lishi mumkinligi aytiladi. O'shanday bilamiz, qish fasli dunyoning har yerida sovuqlar va qorlar bo'lishi mumkin, to'fonlar bo'lishi mumkin. Ammo Amerika tarixida mislsiz bir shaklga qor, sovuq va to'fonlar bo'lishi kutiladi. Bu uchun davlat ham o'z tadbirlarini olishyapti va ayniqsa xalqni ham bu masalaga jiddiy e'tibor berishini kutayaptilar. Ko'rinishicha mana bugundan boshlab butun tadbirlar xalqni uyida qolib va amn bo'lishini davlat va baladiya rasmiylari istagan va ehtiyoj bo'lmaganda uylardan chiqmasligini aytgandilar. Bu vaziyat bir necha kun davom tortishi mumkin. Ko'rinishicha havo juda ham sovuq bo'lgan va xalq o'zini bir necha kunlik ehtiyojlarini olib uylariga qaror oilalari bilan yashashlarini istaganlar.